Adasi o'g'lingiz bog'chaga borishni xohlamayapti. Majburlab ham bordira olmadim. Uyalaman deydi, kiyimim yo'q deydi. O'zingiz gaplashib qo'ymasangiz bo'lmaydi, adasi. Nima, tinchlikmi? Oyingizga bog'chaga bormayman debsiz. Kiyimim yo'q debsiz. Adajon, boshdan ham kiyimim yo'q. Nima? Shkaf to'la kiyim-ku o'g'lim. U kiyimlarni kiygani uyalaman. Nimaga uyalasiz? Axir hech kimda yo'q eng qimmat kiyimlar. Hech kimda shaharda hech kimda yo'q kiyimlarni olib berganman o'g'lim. O'sha kiyimlar qimmat bo'lgani uchun, hech kimda yo'q bo'lgani uchun kiygani uyalaman. Nimaga axir tushunmadim. Mana o'rtoqlarimning ko'pchiligi oddiy oilani bolalari. Ularning ota-onasi qimmat kiyimlar olib berolmaydi. Xo'p, nima qilibdi shunga endi? Agar men bog'chaga qimmat kiyimlar kiyib bo'lsam, o'rtoqlarimning ko'ngli oqsib qoladi. Otajon, iltimos menga oddiy kiyimlar olib bering. Xo'p bo'ladi o'g'lim. O'zim aqlligim. O'g'lim kelgin yonimga, jonim fido yo'lingga. Bugun solay yodingga, o'zimning qori o'g'lim.